Assalomu alaykum hammaga. Keyingi obyektimizni bitirib oldik. Bu obyektimiz Memorol qishlog'i Olchin mahallasidagi obyektimiz akalar. Ko'rib turibsizlar. Mana shu holatga chiqdi. Natijni patologiya qilib berganmiz. Yonini NDF qilib berganmiz akalar. Tegalarimizga e'tibor berasizlar. Juda natijamizga mos tushdi. İşimizde sifatiga e'tibor berasizlar. Mana shu holatga chiqdi akalar. İkinci xonamizni ham deyarli bitirdik akalar. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, bunga ham natijni patologiya qildik. Yonini NDF qilganmiz akalar. Ko'rib turibsizlar, mana shu holatga chiqdi. Bu ishimiz ozgina chala akalar. Hali yana bu bitgandan keyin to'liq obzor qilib kanalimizga joylaymiz. İşimizde sifatiga e'tibor beringlar akalar. Mana shu holatga chiqardik. Hali to'liq bitgandan keyin yana bitta obzor qilamiz. Nima narsa ishlatganimiz, yangilik qilmoqchimiz akalar bu xonamizga. Sog' bo'lasizlar akalar. Xizmatli kerak bo'lsa telefon qilaveringlar. Bemalol aloqa qilamiz.